Mana bu Samsung Galaxy S26 Ultra. Men buni ochdim, tekshirib ko'rdim. Juda ham zo'r funksiyasi bor ekan, eksklyuziv, boshqa hech qaysi smartfonda bunaqa funksiya yo'q. Ilk bor Samsung mana shu narsasini olib chiqdi va mana shu texnologiyasini o'rnatdi. Ya'ni qora matrica texnologiyasini ekranga joylashtirilgan. Qaranglar, ekran ko'rinyapti, to'g'rimi sizlarga? Mana endi previous display yoqib qo'yaman. Ekran ko'rinib turibdi, yon tomondan ozgina ko'rinyapti, to'g'rimi? Ozgina. Endi maksimal rejimini yoqaman. Umuman ko'rinmaydi. Faqatgina to'g'ridan ko'rinadi. Bu yoq tomondan ham ko'rinmaydi, tepa tomondan ham, past tomondan ham ko'rinmaydi. Dahshat-a? Va bu juda ham funksiyalari ko'p ekan. Va buni siz xohlagan ilovangizni ham yoqib qo'ysangiz bo'lar ekan. Bankskiy приложенияларga, o'zingizning shaxsiy ilovalaringizga ham yoqib qo'ysangiz bo'ladi. Sizning karta raqamlaringizni ko'rsatmaydi, shotingizda qancha pul borligini ham birov ko'ra olmaydi, yon tomondan qarasa ham, hattoki xabarnomaga ham yoqib qo'ysangiz bo'ladi. Oddiy rejimda yuraverasiz, tonirovka rejimini o'chirib qo'yasiz, oddiy rejimda yurasiz, faqatgina xabarnomaga yoqib qo'ysangiz, siz metroda ketyapsiz yoki avtobusda ketyapsiz yoki odam govjun joyda yuribsiz, sizga xabarnoma keldi va siz o'zingizga kelgan xabarnomani hech kimga ko'rsatgingiz kelmayapti. O'sha funksiyani siz yoqib qo'ysangiz, faqatgina tepadan kelgan xabarnomani tonirovka rejimini yoqadi, boshqalarga umuman ko'rsatmaydi. Dahshat-a? Gap yo'q, Samsungga men qoyil qoldim. Mana shu texnologiyani o'rnatganiga. Ilk bor bu texnologiya hech qaysi smartfonlarda hozirgi kunda yo'q. Menimcha kelajakda boshqa smartfonlarda ham mana shu texnologiya, qora matrica texnologiyasini ham displeyga o'rnatishsa kerak deb o'ylayman. Respekt, mana shu yangilikni Samsung ishlatadigan do'stinglarga jo'natib qo'yinglar.